Ko'rib turgan mana shu uylarni tekinga olishni xohlaysizlarmi? Men to'liq ma'lumot bergunimcha sizlar bitta like bosib menga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga yoqadigan uylarni albatta joylaymiz inshaalloh. Qo'yliq 5-massiv ittifoq mahallaga kelganmiz. Ittifoq masjidgacha 500 metr. Bu yerda yerlar narxi 28 ming, 30 ming sotilayotganda, bu uyimizga sotiga $25 ming dan so'rashyapti. 4 sotiq $100 ming deyapti. Atrofdan 4 sotiq yer oladigan bo'lsangiz, quruq yer. 25 mingdan olganingizda ham $100 ming bo'ladi. Ha, biza 4 sotiq uyimizni korobkasi bilan birga sizga $100 ming ga beramiz. Shundan shu korobka sizga tekinga tushayotgan bo'ladi. Mahallani ko'rsataman sizlarga. Mahalla ham tinch, yaxshi, ahil mahalla. Endi sizlar bilan birga uy ichlarini ko'rib chiqamiz. Mana eshikdan kirgan o'ng qo'lda bitta katta zalimiz joylashgan. Chap qo'lda ham bitta xonamiz bor. Bu yerda oshxona qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Xo'p. To'g'ri yurib kelar ekanmiz, o'ng qo'lda ikkinchi zalimiz joylashgan bo'ladi. Xonalarga e'tibor bersanglar, katta-katta keng qilingan. Uning yonida 3-chi mana kattagina zalimiz va undan keyin 4-chi mana yana bitta zalimiz joylashgan. Xonasi hojatxonaga joy qoldirib ketilgan. Korobka holatiga keltirish uchun ham kamida 20 ming, 30 ming dollar pul ketgan. Ustalar bo'lsa oranglarda, shundoq yozib oringlar kommentariyaga necha pul ketadi. Elektr simlarigacha o'tkazib qo'yishgan, gaz, svet, suv umuman muammo yo'q, dokumentlar tayyor. Yana kelishtirib beraman deyaptilar. Sababi chet elga uchib ketar ekanlar, pul zaril ekan. Akalar bosib oladigan joyi. Men raqam qoldiraman, aloqaga chiqib olasiz.